Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Mana bugun sizlar bilan navbatdagi vebinarimizni boshladik. Bu vebinarimiz e, hozirgi kundagi eng dolzarb masalalardan biri bo'lgan zamonaviy ta'lim usullaridan hisoblangan blended learning va differensial yondashuv asosida tabiiy fanlarni o'qitish deb nomlanadi, ustozlar. Bugungi vebinarimizda quyidagi dastur bo'yicha ish olib boriladi. Vebinarimiz Jizzax viloyat pedagogik mahorat markazi metodik xizmat ko'rsatish bo'limi tabiiy fanlar shubasi tomonidan tashkil qilingan. Dasturimiz bo'yicha bo'limning fizika fani metodisti Abdug'affarov Mirjalol Abdurahimovich fikr, mulohaza, feedback berish madaniyati haqida sizlarga o'zlarining fikrlarini aytib o'tadilar. Yana Kamina Jabborov Maqsud Mashrabovich kimyo fani metodisti darsni rejalashtirishda maqsad, mazmun va faoliyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash mavzusida sizlar bilan yangi ma'lumotlarni beraman. Yana Bekmurodova Kamola Hasanovna geografiya va iqtisodiy bilim asoslari fanlari metodisti shaxsiy va kasbiy rivojlanish, maqsad va rejalarni belgilash mavzusida ma'ruza qiladilar. Hamda bo'limning biologiya fani metodisti Ahmedova Nargiza Bozorovna darslarda raqamli platformalar va interaktiv vositalardan foydalanish mavzusida o'zlarini fikrlarini, yangiliklarini aytib o'tadilar. Dastur tushunarlimi ustozlar? Tushunarli ustoz. Tushunarli ustoz. Yaxshi, rahmat. Bu masala so'z navbatini Karimova, Hasanova, Kamola, Bekmurodova Kamol opaga beramiz so'z navbatini. Kamol opa, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Barchangizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana bugungi onlayn vebinarimizni tashkil etishdan maqsad, mana hozir xabaringiz bor, barcha yo'nalishlar bo'yicha kasbiy rivojlanish kuni va kasbiy rivojlanish soati tadbirlari boshlandi. Aynan tabiiy fanlar yo'nalishida keyingi haftaga rejalashtirilgan. Keyingi hafta metod kunimizda chorshanba kunida boshlanadi barcha tumanlarda KRK tadbirlari. Lekin undan avval biz sizga ushbu darsni yana bir bor onlayn dars mustahkamlash darsi sifatida tashkil etdik. Mayli o'qituvchilar ham kirishsin dedik. Kerakli ma'lumotlarni oldindan bilishsa zarar qilmaydi adashmasak. Mentor ustozlarimizga bu yana bir mustahkamlash bosqichi hisoblanadi. Demonstratsiya berib bersangiz, Maqsud ustoz. Berdim ustoz. Demak, ustozlar, bizni dasturdagi birinchi mavzuyimiz shaxsiy va kasbiy rivojlanish, maqsad va rejalarni belgilash deb nomlanadi. Bu juda ham muhim, dolzarb mavzu bo'lganligi sababli barcha yo'nalishlarda yaxshiroq yetib borish uchun qayta-qayta o'tib kelinmoqda. Ustozlar, taqdimot ko'rindimi? Ko'rinyapti Kamol opa. Ko'rinyapti. Demak, boshlaymiz. Bu shaxsiy va kasbiy rivojlanish, ya'ni o'z hayot yo'limizni ongli tanlash haqida suhbatlashamiz bugun siz bilan. Bu juda ham har birimizning shaxsiy hayotimizda va kasbiy faoliyatimizda juda ham muhim mavzu va muhim yo'nalish hisoblanadi. Shuning uchun barcha KRK tadbirlarini boshida ushbu mavzu keltirilgan. Mana bu surat hammaga tanish. Ustozlar, keling. Mana shu oddiygina suhbatdagi hayotiy haqiqatni anglab yetishga harakat qilamiz. Aynan Alisa Mo'jizalar mamlakatida asarida Alisa va mushukni suhbatida
mana shu jarayon ketmoqda. Alisa, qaysi yo'ldan borishni ayta olasizmi, deyapti mushukka qarab. Mushuk esa, bu sening qayerga borishingni xohlayotganingga bog'liq, deb javob beradi. Tushundim. Alisa, menimcha menga farqi yo'q, degan javobni beradi. Mushukni esa bunga nisbatan javobi, unda qaysi yo'l bilan borishing ham ahamiyatsiz. Bu oddiy suhbat, lekin shunday bo'lsa-da, bunda katta hayotiy haqiqat va hayotiy ma'no yotibdi bu yerda. Aynan siz hayotda rejangiz aniq bo'lmasa, maqsadingiz, rejangiz aniq bo'lmasa, hayotda maqsadingizni ham yo'qotib qo'yasiz. Ya'ni reja bu bizni hayotdagi yo'limiz hisoblanadi. Aynan mana shu hayotdagi yo'limizni to'g'ri tanlay olmaslik natijasida, demak, bizni borayotgan yo'limizni ham yo'qotishimiz mumkin kabi xulosa kelib chiqadi. Ustozlar, mana hozir 3 ta yo'l ko'rsatilgan. Ramziy ma'noda hayotiy yo'llarimiz aynan bu yerda maqsadsiz yurish adashishga teng. Mana hozir 3 xil yo'l bor. Birinchisi murakkab, lekin kuchli saboqlar bor. Bu murakkab yo'l har xil, bunda sabr talab qilinadi, mehnat talab qilinadi, lekin oxirida aniq natijaga erishiladi. Keyingi yo'limiz noaniq yo'l hisoblanadi. Bunda niyat bor, maqsad bor, lekin aniq reja yo'q. Aniq reja bo'lmaganligi sababli maqsadga erishishimiz qiyinroq kechadi. Keyingi yo'limiz esa oson yo'l. Ko'pchilik tanlaydi bu yo'lni, oson yo'lni, lekin oxirida ko'pchilik bu yo'l orqali adashishi mumkin, maqsadiga erisha olmaydi. Xo'sh, ustozlar, sizda hozir aynan mana shunday yo'llardan qaysi birini tanlagansiz? Murakkab, noaniq, oson. Ya'ni sizda aniq reja bormi, maqsadingiz bormi? Aynan mana shu surat va mana shu taqdimot sizni hozir bu haqda o'ylashga majbur qiladi. Va bundan keyin barchamiz maqsadimizni aniqlab va bu maqsadga aniq reja asosida borishimiz kerakligini va bu reja asosida ishlarni amalga oshirish kerakligini bugungi darsimizda aynan maqsad qo'yish borasida tushunib olamiz. Hayot yo'lida maqsadsiz yurish adashishga teng, ammo tanlov har birimizni o'zimizni qo'limizda hisoblanadi. Mamatqulov Muzaffar ustoz, savol beryapsizmi yoki mikrofoningiz yonib qoldimi? Demak, ustozlar, bu yerda sizdan so'rashim kerakki, aynan mana shu kasbiy rivojlanish va shaxsiy rivojlanish bo'yicha siz nimalarni bilasiz va nimalarni bilishni xohlaysiz? Lekin aynan hozir buni savol-javob qilib o'tirmaymiz, chunki onlayn bu mentorlarimiz bilan ishlaganmiz bu borada. Hozir onlayn bo'lganligi sababli, vaqtimiz chegaralanganligi sababli buni o'tkazib boramiz. Buni amaliy jarayonlarni siz offlayn jarayonda o'zingiz shug'ullanasiz. Xo'p, ustozlar, hozir bu yerda shaxsiy va kasbiy rivojlanishni ikkita alohida jihatga ajratib olyapmiz, ikkita alohida bosqichga. Demak, shaxsiy rivojlanishga nimalarni kiritishimiz mumkin? Biz ko'pincha shaxsiy rivojlanish deganda juda ko'p nima odatlar, masalan, pul topish yoki ish masalasini tushunishadi, lekin bunda bosqichlarimiz ko'p. Buni hamma o'zicha har xil hal qiladi. Shaxsiy inson sifatida ruhiyat tomonlama rivojlanishimiz mumkin. Aynan bu yerda yana jihatlar ko'p, hamma o'zicha talqin qiladi. Hozir buni tomonlarni sanab o'tamiz. Kasbiy rivojlanishda esa biz ko'proq kasbiy rivojlanishga to'xtalamiz. O'z fanimizni chuqur bilishimiz, ta'lim sohasidagi yangiliklardan xabardor bo'lib, uni ta'lim jarayoniga qo'llay olishimiz, zamonaviy metodikalarni o'rgangan holda darslarga joriy etishimiz, nafaqat o'z fanimizni boshqa fanlar bilan bog'lay olish, integratsiyani yo'lga qo'ya olishimiz, zamonaviy aktiv vositalarni joriy etgan holda darslarimizni samarali joriy eta olishimiz, til o'rganishimiz hamda mana shu kasbiy faoliyatimiz bo'yicha belgilangan sertifikatlarni va boshqa yutuqlarni qo'lga kiritishimiz, bular hammasi kasbiy rivojlanishga kirib ketadi. Har birimizni hayotimizni o'ziga xos muvozanati bor, muvozanat g'ildiragi bor. Aynan mana shu g'ildirakda, mana hozir bu g'ildirak misol sifatida berilgan. Mana shu muvozanat g'ildiragini ko'pchiligimiz bir me'yorda ushlay olmas ekanmiz.
Hozir mana misol berilyapti. Har bitta katakka mana bu ko'k yozuvli qatorlarga siz biriga do'stlar va tanishlarni, biriga oilani, keyingisiga karyera va ish faoliyatini, undan keyingisiga moliyaviy jihatlarni, keyingisiga ruhiyat va ijod, keyingisiga shaxsiy rivojlanish, hayot quvonchlari, sog'liq va sport deb taqsimlab chiqsak, qani siz qay biriga qancha vaqt ajratasiz? Yoki hayotingizda qaysi birini ko'proq ustun ko'rasiz? Aynan mana shu muvozanat g'ildiragini siz qaysi sohani nechinchi darajaga qo'yishingizga qarab bo'yab chiqsangiz, sizni hayot muvozanati g'ildiragingiz paydo bo'ladi. Agarda bu g'ildirakda bo'yalgan sahifalar, qatorlar juda katta egri bug'rilik hosil bo'lsa, siz tasavvur qiling, g'ildirak qay darajada aylanadi. Masalan, biz oila uchun juda kam vaqt ajratsak, ish uchun ko'proq vaqt ajratdik, hozir g'ildirakda nomutanosiblik kelib chiqadi va endi bu g'ildirak yaxshi aylanadimi sizningcha? Bu amaliy mashg'ulot, birga ustozlar bilan bajarasiz. Bunda maqsad shuki, hayot muvozanati g'ildiragi. Biz mana shu yerda berilgan hozir barcha sohalarga birdek vaqt ajrata olsak, bizni hayot muvozanati g'ildiragimiz yaxshi aylanadi. Tezroq, sifatli, qiynalmasdan aylanib boradi. Bu endi bizni shaxsiy jihatdan qaralgan g'ildiragimiz bo'lsa, keyingisi endi kasbiy faoliyatimizda ham, kasbiy rivojlanishda ham barcha sohalarni biz birdek olib borsak, hayot g'ildiragimizni bitta muvozanatga keltirib olishimiz mumkin bo'ladi. Qarang, demak, kasbiy vazifalar g'ildiragida asosiy bizni teng muvozanatda ushlaydigan tomonlarimiz qaysilar? Birinchisi, o'quv jarayonini rejalashtirish, ta'lim samaradorligini ta'minlash, keyingisi o'zlashtirishni baholash va qayta aloqani taqdim etish, aynan keyingi mavzu bilan bog'liq feedback. Keyingisi tarbiyaviy faoliyatni tashkil etish, xavfsiz va rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish, o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish, hamkasblar bilan hamkorlik, ota-onalar bilan hamkorlik. Ustozlar, hozir mana shu yerda berilgan mavzulardan siz kasbiy faoliyatingizda qaysi biridan ko'proq foydalanasiz yoki qaysi birini ko'proq o'zlashtirgansiz, faoliyatingizda eng ko'p ishlatasiz? Mana shunga qarab, mana bu yerdagi hayotiy muvozanat g'ildiragini siz har biri uchun o'rin belgilab chiqasiz. Ya'ni qaysi biriga siz ko'p vaqt ajratasiz, qaysi biridan ko'proq foydalanishingizga qarab. Yana misol uchun xavfsiz rivojlantiruvchi ta'lim muhitini yaratish. Bugungi kunda jahonda eng ta'limda birinchi darajada turgan sabablar va birinchi darajada olib qaralayotgan masalalardan biri xavfsiz ta'lim muhitini yaratish hisoblanadi. Aynan siz bu xavfsiz ta'lim muhitini yaratishda qanday o'zingizni hissangizni qo'shmoqdasiz? Bunga misol uchun siz 6-daraja berdingiz deylik, aynan mana bu joyga siz xavfsiz ta'lim muhiti deb yozsangiz, unga 6-o'rin beradigan bo'lsangiz, 6gacha bo'yaysiz. Undan keyingisi o'z-o'zini rivojlantirish va kasbiy o'sish. Siz bu borada qanday natijalarga erishyapsiz va sizning kasbiy faoliyatingizda bu qaysi darajada? Demak, bunga siz 10 ball beradigan bo'lsangiz, 10gacha bo'yaysiz va mana bu ikkita qator o'rtasida muvozanat hosil bo'lyapti. Ya'ni farq bor. Agarda farqlarimiz juda katta bo'lsa, bizni bu g'ildiragimiz yaxshi aylanmay qoladi. Har biringiz mana shuni o'zingizda sinab ko'rishingiz va o'zingizni kasbiy faoliyatingizni g'ildiragini yaratib olishingiz kerak va bu g'ildirakka qarab xulosa chiqaramiz keyin. Qani bizning kasbiy faoliyatimizdagi muvozanat g'ildiragimiz to'g'ri ekanmi? Biz qayerlarda ko'proq ishlashimiz kerak? Qaysi joyda oqsayapmiz? Qaysi joyga kelganda g'ildiragimiz aylanmay qolyapti? Aynan shu sohada ko'proq ishlab, uni rivojlantirib, hayot g'ildiragini biz bitta muvozanatga keltirib olishimiz mumkin bo'ladi. Bu borada siz KRK darslarida aynan har bitta ustoz bilan ishlab, har bitta ustozni ikki xil g'ildiragini olishingiz kerak bo'ladi. Ya'ni har bir ustoz o'ziga o'zi xulosa chiqarib oladi va o'sha joyda siz umumiy fikrni berib o'tasiz. Kamol opa, Xo'p, ustozlar. Eshitaman, ustoz. bo'ldimi?
Yo, mana hozir yana bitta eng asosiy nimamiz bor. Aynan ustozlarga boya yo'lni ko'rsatdik. Maqsad aniq bo'lsa, rejalar aniq bo'lsa, tezroq natijaga erishamiz degan. Endi hozir ustozlarga bitta tavsiya, smart maqsad qo'yishni o'rgatib ketmoqchimiz. Smart maqsad nima? Smart maqsad bu, qarang, bu yerda inglizcha nomlar bilan keltirilgan, qanday bo'lishi kerak? Smart maqsadlarimiz aniq, o'lchanadigan, erishiladigan va dolzarb, biz uchun muhim bo'lgan bo'lishi lozim hamda vaqti belgilangan. Ya'ni o'lchanadigan degani qanday? Bizni maqsadimiz aniq, tushunarli va maqsadga yo'naltirilgan bo'lishi kerak. Biron bir maqsadga. O'lchanadigan, natijani qanday o'lchaymiz? Rivojlanishni qanday aniqlaymiz? Ya'ni maqsadimizni o'lchovi bo'lishi lozim. Misol uchun biz tabiiy fanlar bo'yicha milliy sertifikatga ega bo'lmoqchimiz. Aynan necha ball to'plamoqchisiz bundan? Qaysi darajasini olmoqchisiz? Hatto shu darajagacha aniq ko'rsatish kerak bo'ladi. Erishiladigan, haqiqatdan erishish mumkin bo'lgan, imkoniyatlar hisobga olingan maqsadlarni qo'yishimiz lozim bo'ladi. Masalan, hozir ingliz tilini o'rganishni boshlamasdan turib, ingliz tilidan 7 yoki 8 IELTS olishni men 5 oy ichiga maqsad qilib qo'ya olmayman. Dolzarb, ya'ni qo'yayotgan maqsadimiz biz uchun qanchalik muhim? Bizga u nima beradi? Aynan mana shu savollarga ham oldindan javobni bilishimiz kerak. Bizni hayotimizda dolzarb masala hisoblanadimi? Ya'ni biz noto'g'ri maqsad tomon ketib qolishimiz kerak emas. Vaqti belgilangan. Qo'ygan maqsadimiz, ya'ni oldinga qo'ygan maqsadimizni vaqti aniq bo'lishi kerak. Biz qancha vaqt ichida buni bajarishimiz kerak. Misol keltirilgan, mana men ingliz tilini o'rganaman. Bu noto'g'ri maqsad. Bu yerda hozir aniqlik, o'lcham va erishiladigan natija aniq emas. Aynan smart bo'yicha bu maqsad tuzilganda qanday bo'ladi? Kelgusi 3 oy ichida har hafta 5 kun, kuniga 1 soatdan ingliz tilida tinglab tushunishni yaxshilash uchun video darslar ko'raman deyilyapti. Bu hali ingliz tilini bitta yo'nalishi aytilgan, tinglab tushunish yo'nalishi. Bundan tashqari hali o'qish, yozish va suhbat yo'nalishlari ham mavjud. Demak, maqsad mana shunday aniq belgilanganda, aniq vaqti bilan belgilanganda biz undan ko'proq natija olishimiz mumkin bo'ladi. Maqsadning ikki xil turi ko'rsatilmoqda. Birinchisi qisqa muddatli va ikkinchisi uzoq muddatli. Qisqa muddatli maqsadga misol keltirilgan, bunda biz ko'proq 1 oy, 3 oygacha vaqt talab etiladigan maqsadlarni kiritishimiz mumkin. Aynan bu yerda IT kursini o'rganish bo'yicha 1 oy ichida yoki 3 haftada bajaraman kabi misollar bilan berilgan. Endi uzoq muddatli maqsadlarga biz endi yillar davomida erishishimiz mumkin bo'lgan maqsadlarni kiritishimiz mumkin. Masalan, 1 yil ichida yoki 2 yil ichida yoki 3 yil. Demak, yillar davomida erishishimiz kerak bo'lgan maqsadlarni biz uzoq muddatli maqsadlar deb belgilab olar ekanmiz. Bu yerda amaliy mashg'ulot, buni aynan siz jarayonda, offlayn jarayonda bajarasiz ustozlar. Aynan o'zingizni maqsadingizni va maqsad turlarini yaxshi tushunganligingiz bo'yicha kasbiy maqsadlar, shaxsiy maqsadlar hamda uzoq muddatli va qisqa muddatli maqsadlaringizni yozib chiqasiz. Maqsadlarni amalga oshirish strategiyasi berilmoqda siz uchun aynan 4 ta qadam bilan. Birinchisi, maqsadni kichik va boshqariladigan vazifalarga ajratib oling. Eng birinchi qadam hisoblanadi. Ikkinchi qadamimiz, vaqtni albatta qo'yish kerak, vaqtni to'g'ri taqsimlash. Kunlik yoki haftalik rejalarni tuzib olish juda yaxshi samara beradi. Keyingi 3-qadam esa mana shu rejalarni bajarilayotganligini monitoring qilib borishimiz zarur. Hafta yakunida yoki oy yakunida tahlil qilib borish kerak bo'ladi. 4-maqsadimiz endi 4-qadamda aynan moslashuvchanlik va motivatsiya. Biz har kunni yoki har hafta vaqt o'tgan sari bu maqsadni bajarishga, rejalarni bajarishga moslashib boramiz. Va o'zimizga doimiy motivatsiya berib borishimiz lozimki, bu maqsadimga albatta erishaman kabi. Ustozlar, hozir bu mavzuni qisqaroq qilishga harakat qildim. Siz asosiy ma'lumotlarni va amaliy jarayonlarni yana offlayn darslarda kuzatasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Shu joygacha bo'lgan ma'lumotlarda ustozlar savollar, fikr yoki mulohazalar bo'lsa, marhamat. Rahmat Kamola. Charchamang.
Sog' bo'ling. Rahmatga navbatdagi so'zni e, Kamol opaga savollar bormi, ustozlar? Tushunarli ustoz, rahmat. Kamol Yo'q, opaga tushunarli, savollar. rahmat. Tushunarli. Rahmat. Bo'lmasa so'z navbatini o'zimga beraman. Endi hozir o'zim olib boradiganligim uchun bugungi mavzuyimiz darsni rejalashtirishda maqsad, mazmun va faoliyatlar o'rtasidagi uyg'unlikni ta'minlash deb nomlanadi. Ko'rinyaptimi slayd sizlarga, ustozlar? Slayd Ko'rinyapti. Rahmat. Mana mavzuyimizga e'tibor qaratadigan bo'lsak, blended learning degan tushuncha bilan differensial yondashuv degan tushuncha bor edi. Ya'ni tabiiy fanlarni o'qitishda blended learning va differensial yondashuv asosida tashkil qilishdi. Xo'p. Mana endi bu nima ekan o'zi? Mana shu so'zni bir ma'nosini bilib olaylik. Blended learning bu aralash o'qitish, ya'ni bu an'anaviy dars, yuzma-yuz o'qitish bilan raqamli onlayn o'qitishni uyg'unlashtirilgan ta'lim modeli hisoblanadi. Bu yerda bir vaqtda o'zida ham onlayn muhit bo'lishi mumkin, ham an'anaviy muhit, ham interfaol muhit aralashgan holatda bo'ladi. Endi differensial yondashuv nima? Differensial yondashuv bu ta'lim jarayonida o'quvchilarning individual xususiyatlari, qobiliyatlari, bilim darajasi, qiziqishi va o'rganish tezligini hisobga olib, ularga mos sharoit, topshiriq, metodlar tanlash hisoblanadi. Ya'ni differensial degani o'zi tabaqalash degan ma'noda ham bildiradi. Boshqacha qilib aytganda, har bir o'quvchiga uni imkoniyatiga mos ravishda ta'lim berish hisoblanadi. Chunki sinfda barcha o'quvchilarimiz birdek o'qimaydi bizning fanlarimizni, tabiiy fanlarni. Demak, yaxshi o'qiydiganlar uchun, o'rta darajada o'qiydiganlar uchun va tabiiy fanga qiziqmaydiganlar uchun ham alohida topshiriqlar bajarib kelish bu bolaga zerikarli bo'lmaydigan holatda olib keladi. Ya'ni fanni qiziqarli bo'lishiga o'sha 45 daqiqa juda ham chiroyli o'tishiga yordam beradi. Maqsadga yo'naltirilgan dars rejasini amalga oshirishda birinchi navbatda dars nomi, mavzusi aniq va qisqa tavsifli bo'lishi kerak. Bunda o'z navbatida darsni rejalashtiradiganimizda topshiriqlar, belgilangan vazifalar va o'quv maqsadlari, bularni ketma-ketlik bajarilish tartibi, faoliyatlari hammasini oldindan rejalashtirilgan holatda amalga oshirsak, darsimiz yanada samaraliroq kechadi. Xo'p, mana mavzuyimizda maqsad, mazmun va faoliyatlar o'rtasidagi uyg'unlik deb nomlangan edi. Maqsad nima? Maqsad, ta'lim maqsadi bu o'quv jarayonida o'quvchiga erishish kerak bo'ladigan natija. Bu o'qituvchini darsni tashkil etishidagi yo'nalishini belgilaydi. Turlari umumpedagogik maqsad bo'ladi. Bu o'quvchini har tomonlama rivojlantirish, fikrlash, tahlil qilish, mustaqil ishlarni bajarishga yo'naltiradi. Didaktik maqsad aynan shu darsda o'quvchi nimani bilishi, qila olishi kerakligini aniqlanadi. Tarbiyaviy maqsad bu dars jarayonida o'quvchilarda mas'uliyat, ekologik madaniyat yoki tibbiy madaniyat, mehnatsevarlik kabi sifatlarni shakllantirish hisoblanadi. Tabiiy fanlar misolida oladigan bo'lsak, o'quvchilar suvning 3 holatini bilib, harorat ta'sirida moddaning holati o'zgarishini tajriba asosida tushuntira oladi. Mazmun, ikkinchisi mazmun, ta'lim mazmuniga qaratadigan bo'lsak, bu o'quvchilar egallash kerak bo'ladigan bilim, ko'nikma va kompetensiyalar majmuasi hisoblanadi. Mazmun maqsadni amalga oshirish vositasidir. Asosiy tarkibiy qismlari bu yerda faktlar, ilmiy ma'lumotlar, kitoblardan, jurnallardan yoki o'sha ilmiy saytlardan olingan ma'lumotlar hisoblanadi. Hamda nazariy tushunchalar va qonuniyatlar, bu ham qo'llanma va darsliklarda berilgan jarayonlar, tajriba, kuzatuv va hisoblash jarayonlari hisoblanadi. Keyin amaliy qo'llanmalar, real hayotda qo'llanilishi. Bunga misol qilib oladigan bo'lsak, mazmunga suvning bug'lanishi, kondensatsiya, muzlash jarayonlari, energiya almashinuvi, harorat o'lchash usullari. Demak, darsimizda biz mana shu tabiiy fandagi suvda o'sha agregat holatini aniqlash mavzusi bo'ladigan bo'lsa, mana shu darsda
Demak, o'sha berilgan mana bu quyidagi bilim, ko'nik va kompetensiyalarni o'quvchilarda o'rgatadigan bo'lishimiz kerak ekan. Ana o'shanda biz maqsadga erishamiz. Va bu maqsadga, bu mazmunga erishish uchun albatta faoliyat bo'lishi kerak. Bu o'quvchining maqsadga erishish uchun bajaradigan ilmiy harakatlar hisoblanadi. Ya'ni nima qiladi degan savolga javob topamiz. Bu yerda faoliyat ham bir necha xil turlarga bo'linadi. Bilish faoliyati, kuzatish, solishtirish, tajriba o'tkazish orqali bo'ladi. Ijodiy faoliyat biron narsa yasaydi, misol uchun modellar bo'ladimi yoki muammoli vaziyatlarda yechim topadi. Keyin kommunikativ faoliyat, guruhlarda ishlaydi, fikr almashinadi, tahlil qiladi. Bunga ham misol qo'yadigan bo'lsak, o'quvchilar suvni isitish va sovutish tajribalarini o'tkazadi. Holat o'zgarishlarini jadvalga yozadi. Xulosa qiladi. O'quvchilarning faoliyati mana shu hisoblanadi. Endi aytinglar, ustozlar, qaysi faoliyat turiga kiradi hozirgi aytgan misolimiz? O'quvchilar suvni isitadi, sovutish tajribasini o'tkazadi debdi. Bu qaysi biriga kiradi? Bilish faoliyatigami, ijodiy faoliyatigami, kommunikativ faoliyatigami? E'tibor qiling, tajriba o'tkazadi deb aytilyapti. Bilishmi? Ijodiy faoliyatmi deymanda? Yo'q, bilish faoliyati. Ustozlar mana qarang. Mana bu yerda o'zi berilgan Tajriba o'tkazish bor ekan, tajriba bor ekan. tajriba o'tkazish degani mana bilish faoliyati hisoblanadi mana bu yerda, mana tajriba o'tkazish. Tushunarli bo'ldi, ustozlar? Ha, balachilik kirib ketyapti. Ko'ryapsan? Ha, Mana mana yerdan borasizda xabarlar ketyapti. Ko'rdingmi? Hop, Ha, davom ettiramiz. Demak, albatta bularni uyg'unligi nimada? Uyg'unligi maqsad mazmun faoliyatlar bir-birini to'ldiruvchi uchlik hisoblanadi. Ya'ni bu yerda biz savol, darsdagi rol va misol bilan ko'rsatib beradigan bo'lsak, maqsad nima uchun o'qitamiz? Yo'nalish belgilanadi hamda suvni aylanishini tushuntirish, misol suvda aylanishini tushuntirish. Mazmun nimada? Nimani o'qitamiz? Bilim asosi beriladi. Ya'ni boyagi real hayotda olingan yoki o'sha ilmiy faktlar deb aytdik-ku, kondensatsiyalanish, energiya bilan bog'liq bo'ladigan jarayonlar, mana shular. Suv bug'lanishi va kondensatsiyasi. Faoliyat qanday o'qitamiz? Natija olib boradi. Demak, mana bu misolda maqsadga erishish uchun faoliyat tajriba o'tkazish va kuzatish orqali bo'ladigan bo'lsa, bu yerda uyg'unlik ta'minlanadi va samarali dars tashkil qilinar ekan. Uyg'unlikni ta'minlash usullari turlicha. Darslarda kompetensiyaga asoslab rejalashtirish, natijaga yo'naltirish yoki har bir bosqichni Bloom taksonomiyasi asosida qurish. Bloom taksonomiyasi sizlarga ilgarigi KRK darslarida ham o'tilgan hamda faol o'qitish metodlari STEM bo'lishi mumkin, loyihaviy ish, muammoli o'qitish, 5Y modeli, qaysi biri siz o'tadigan mavzuga mos keladigan bo'lsa, shulardan foydalanishingiz mumkin. Hamda refleksiya va baholash orqali natijani maqsad bilan solishtirish. Albatta dars o'tilgandan keyin refleksiya o'tkazish zarurat hisoblanadi. Mana Bloom taksonomiyasini esga oladigan bo'lsak, o'sha eslab qolish birinchi pog'onasida turibdi. Bu bilim deb ham nomlanardi. Keyingisi tushunish, qo'llash, tahlil qilish, baholash va oxirgisi yaratish hisoblanadi. Hop, 5Y modeli haqida aytadigan bo'lsak, 5Y modelining mana afzalliklari ko'rib o'tilgan. Nima uchun 5Y deb aytilishi sizga ma'lum. 5 ta E harfidan boshlanadigan jarayonlar mana ingliz tilida berilishi, biz uni jalb qilish, tadqiq qilish deb o'rganganmiz. Oxirida baholash bo'ladi. Yakuniy qilib aytadigan bo'lsak, samarali darsni rejalashtirishning asosiy elementlari nima? Birinchi navbatda darsni maqsadini to'g'ri belgilash kerak. Maqsad qo'yish kerak. Bugun men o'quvchiga nima o'rgataman? Hamda dars tuzilmasini mantiqiy ketma-ketligi tuzib chiqiladi. O'quvchi faolligini ta'minlovchi metodlar tanlanadi. Mavzuga qarab turib. Va mavzuga qarab real hayotiy bog'liqlik bilan kontekstlar tuziladi. Misollar keltiriladi.
va baholashning izchilligi va maqsadga mosligi aytib o'tiladi. Va oxirida darsda refleksiya uchun vaqt ajratiladi. Ya'ni siz bergan yangi ma'lumotlaringizda shu mavzuda o'rganilgan yangi ma'lumotlar mustahkamlanadi. Mustahkamlash juda ham zarur. Bu o'quvchini qanchalik bilganligini aniqlashtirish uchun. Xo'p, mana bu yerda hozir bizga Do'stlik tumanidan Jumabek Jalol ustoz savol bermoqchimidingiz? Qo'l ko'taribsiz. Qanday savol? Assalomu alaykum. Men ustoz shunchaki Zoomga kirganimni aytib qo'ymoqchi edim. Rahmat. Kirishda muammo bo'lib qoldi. Hozir Zoom'imiz o'chib qoladi ustozlar. Keyin qayta yana kirasizlar. Bu shunaqa variantdagisidan foydalangandik. Qanday savollar bor mavzular bo'yicha? Agar savollaringiz bo'lmasa, navbatdagi so'zni Mirjalol ustozga beramiz. Mirjalol ustoz. Ustoz savollar yo'q, rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar. Rahmat Maqsud aka, yaxshi fikrlar berdingiz. Maqsud aka, hozir vaqtimiz ham tugadi, bir minut qoldi. Iloji bo'lsa shuni qaytadan boshlab bersak, o'chirib qaytadan. Ma'qul.